Assalomu alaykum qadrdonlar. Efirda Begim uchrashuvidan очередной ishimiz bitdi. Maytga bitta gazli kotyol bor edi. Gazli kotyolni ko'mir bilan parallel qildik. Bitta 30 talik kotyol o'rnatdik. Bu tomon bitta obratkaga nasos, bitta podachaga nasos. Matdan yerda bilan ketdi-da. Teplitsaga ketdi. 2,5 sotik teplitsa. Yerga 4 ta teploventilator o'rnatamiz. Limon. Mana shu joydan kelib yerda bilan teplit qilib olib kirib ketdik. Radiatorlar hali Xitoydan kelgani yo'q. Bugun mana 1-iyun bo'ldi. Iyul bo'ldi. Iyundan keyin iyul. Hatdan chiqqan. Sistema petlati xilman bo'lgan. Mana bunisi obratga kelyapti, bunisi podacha ketyapti. Mana shu yerda ikkita radiatorga bu yoqda joy, ikkita radiatorda u tomonda joy. Teplitsamiz 11 ga 24 metrmi shunaqa. Limonlar ham qiyg'os bu yotibdi. Ishlarimizni yakunladik hozircha. Endi radiator kesa qilamiz. Bu Rishtonda Qozahror mahallasida. U tomonda uyda radiator kam qo'yilgan ekan. Uyga radiator qo'shdik. Hozir suv to'ldirdik, tekshirdik. Ikkita xona. Ana mehmonxonaga yerga ham havoga qarab ishlaydigan datchiklik qo'ydik mana. Buni endi o'zbekchasiga shuna desa kerak. Balansirovочный kranlari bilan mana shu yerga ikkita radiator o'rnatdik. Bu mehmonxona. Mana xonada ham betga kichkina bitta o'rtaga qo'ygan ekan, o'shani ikkita qo'ydik. Ismay bitta mana xonaga bitta 30 ga 1.20 qo'yishgan ekan. Biz hozir 1.40 ga yo'q, 1.80 mi, 1.60 ga 40 qo'ydik. 1.60 ga 40 qo'ydik betga. Kattaroq qilib, mana yerdan boshqatdan svarkalab, podachani tushirib, yerdan kranlar ham yo'q ekan, bu yerda primoy ekan, hozir ko'rsataman. Tepadan ulashgan ekan. 17 zaglushka qo'ydik. Qanaqa bo'lganini hozir ko'rsataman. Mana shu yerda ko'rsalaring. Bu yerda biz buni tekkanimiz yo'q, koridorda turibdi. Mana shunaqa qilib ulangan ekan. Podacha kelyapti, obratga ketyapti. Biron joyda bir kran yo'q. Zaporniy armatur netu. Shunaqa qilib отопление qilsa ham bo'lar ekan, og'aynilar. Hammaga omad tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Telefon raqamim 90 277 46 64. Shunaqangi ishlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ismim Baxtiyorjon, yashash joyim Farg'ona. Ijod respublika bo'yicha Qirg'iziston, Tojikiston. Zakaz qayerda bo'lsa. Sog' bo'linglar. Xudo xolasa yana ko'rishguncha. Bu tomonga radiatorlarni olib kelib o'rnatsak, hali Xitoydan kelgani yo'q. Keyin bitta ishlatib, montajini qilib, keyin yana ko'rsatamiz. Paka.